Shunday bir duoni o'rgataymi? Shu duoni o'qisangiz, g'am ham ketadi. Har qancha katta bo'lmasin, Alloh taolo uchun hech narsa emas sizning g'amingiz. Va qarzingiz har qancha katta bo'lmasin, Alloh uchun hech narsa emas. Faqat ixlos bilan ijobat bo'lishiga ishonib turib ochishni kerak bu duoni. Har rostla o'rgating dedi. Payg'ambarimiz nima o'rgatyapti? Tong ottirsiz yoki kech kirgizsiz, ya'ni ikki mahal, ertalab va kechki payt. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Shunday bir duoni o'rgataymi? Shu duoni o'qisangiz, g'am ham ketadi. Har qancha katta bo'lmasin, Alloh taolo uchun hech narsa emas sizning g'amingiz. Va qarzingiz har qancha katta bo'lmasin, Alloh uchun hech narsa emas. Faqat ixlos bilan ijobat bo'lishiga ishonib turib ochishni kerak bu duoni. Har rostla o'rgating dedi. Payg'ambarimiz nima o'rgatyapti? Tong ottirsiz yoki kech kirgizsiz, ya'ni ikki mahal, ertalab va kechki payt. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan.